Bola tug'ilgandan keyin ona qoniga qo'yilganda bola ko'm-ko'k bo'ladi. Buni ko'rgan ona qo'rqib ketib, nimaga mani bolam ko'm-ko'k rangitib xavotirga tushadi. Aslida bu tabiiy hol. Nimaga? Keling, men sizga hozir buni tushuntirib beraman. Homila ona qonida arterial qon bo'lmaydi. Ya'ni arterial qon degani kislorod tashuvchi qon bo'lmaydi. Homilada faqatgina venoz hamda aralash qon bo'ladi. Bola tug'ilgandan keyin birinchi nafas olganda, qichqirganda shu yopishib yotgan o'pkalari shiqir-shiqir qilib ochilib, kislorodni olgandan keyin arterial qon tomirdan butun bolani organizmiga tarqaydi hamda kislorod bilan hamma organlarini ta'minlab beradi. Mana shunaqa paytda bola pushti rangi kiradi. Shuning uchun hurmatli ayollar, farzandlaringlar yangi tug'ilganda ko'm-ko'k tug'ilishi bu tabiiy hol hisoblanadi.